Yaxshimisizlar qizlar? Yaxshi, rahmat. Shu Madichi yurishlari nimagadir g'alati. Hozir ham qayergadir ketyapti shekilli. Men kecha kuni kechki payt bitta Nexia 3 mashina ichib ketayotganini ko'rdim. Yo'q, jonchalik xizmat shekil. Qaysizlar qizlar? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisan Asal? Yaxshi. Men haqimda nimaga bunaqa gaplarni tarqatib yuribsan? Men qanaqa gap gapirman? Men har kuni Nexia'chilarga ketarmishman. Yo'q, men unaqa gap gapirganim yo'q. Bizga kecha aytdi-ku, Unaqa tuhmat qilmanglar menga. Men haqimda unaqa tuhmatlarni qilmagan. Ming afsuski shu ko'rinishdagi voqealar hamyurtlarimiz orasida tez-tez uchrab turadi. Bunga sabab esa ko'plarimiz bu harakatlarga qonunda javob yo'q deb o'ylaysiz. Aslida esa bu kabi holatlar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 40-moddasida ko'rsatilgan. Ya'ni tuhmat huquqbuzarligi bo'lib, bunga nisbatan eng kam ish haqqining 20 barobaridan 60 barobarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Bir og'iz asossiz gap orqali nafaqat boshqalarga zarar yetkazishingiz, balki o'zingizni ham ma'muriy tartibda javobgarlikka tortilishingizga sabab bo'lasiz.